bir ishlarga uncha kirishib olmaydigan odam hammani boshqa chiqalaydi. Qadimki Shizangda bir Adiba ismli kishi bo'lib, har qitim achalanib boshqalar bilan urushib qolganda tez suratga uyga qaytib kelib, uyi va yerini aylanib 3 qitim yugurib chiqadi ekan. Yugurib bo'lgandan keyin hech bo'lmagandek davomli tirishib xizmat qildi ekan. Uning uyi bargan sari cho'ngib, yerlarmi bargan sari ko'payibdi. Her qitim talash tartish bo'lib, ishni aylanib yugurganda kishilar uningga ajablanib qarshidi ekan. Lekin Adiba yana sukutda turdi ekan. Adibaning ishi bir yerga borganda, u oxiri buningdagi sababni aytibdi. Yosh vaqtimda men boshqalar bilan urushib qolsam, berib yuguraydim. Bir chetdan yugurib, yana bir chetdan o'ylaydim. Uyim shuncha kichik tursa, yerim shuncha oz tursa, nadimi boshqalarga achchiqligidek vaqt bo'lsin, buni o'ylasamla achchig'im yenib qoladi. Hamda barliq vaqtimni tirishib xizmat qilishga sarf qilatdim. Aqlliq va o'zini tizginlashni biladigan odam nimani qo'yib, nimani ilishni biladi. Ularning kayfiyati davolg'maydi emas, balki buni cho'kib qolmaydi. Qimmatli vaqtini isrof qilib, bunga kirishib qolguncha diqqatini texmo muhim ishlarga qaratgan tuzuk deb o'ylaydi. Ular biladi. Kirishib qolgan bu jarayonda ziyon texmo ig'irlashib ketadi. Turmuşda biz hamisha nurg'un bekardan bekarga kamsitishlarga uchraymiz. Qarshi tarafga hech qanday yomonlik qilmasaqmi, qarshi taraf orqangizdan har xil gaplarni topadi. Lekin obdan o'ylab baqsangiz, bunday kishilarning to'lisining turmushi o'ngishli o'tmaydi. Ular faqat bu xil usul orqali o'zining ilojsizligini yushirmoqchi bo'ladi. O'ziga azroq tangpunlik izlamoqchi bo'ladi. Agar siz uning bilan tirkashsangiz, nurg'un vaqt va zehningizni isrof qilib etasiz. Bunday vaqtda uning bilan tirkashsangiz, siz uttirisiz. Parvo qilmaslik ularga nisbatan eng ajallik qarshilik. Shunglashqa, yiliqi yomon g'arazlik azarlarga nisbatan sukut eng yaxshi qurol. U portlashdanmi bekrak kuchlik. Odam olg'a qarab mengishi, amalning berichi yomon kayfiyat ichidan qutulib chiqishi kerak. Agar zehningiz va vaqtingizni izchil foydasiz ishlarga sarf qilsangiz, o'zingizni yuqori ko'tarishga qanchalik vaqt va zehningiz qolar? Aqlli kishilar azaldan kajlik qilib ishlarga esil olmaydi. O'z turmushini rangdor o'tkazish eng aqalli usuldir.